Doniyor, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Rahmat. Charchaman. Hurmatli muxlislar, assalomu alaykum. Bizni kuzatayotgan qaddi baland, qadr baland teletomoshabinlar deydi-ku. Kayfiyatlaringiz qanaqa? Alo. Xudoga Yaxshi. shukr, yaxshi. Ko'rinishingiz ancha yaxshi. Ha, yaxshi. Ko'rinishingiz ancha yaxshi. Ma'lum bir vaqt sizlarni internet olamida ko'rmadik. Shunday. Kichkina bir qanaqadir videolar bilan ko'rib turdik, lekin ma'lum bir katta ishlarni ko'rmadik, lekin sizni ko'rib turib men juda ham xursand bo'ldim. Ancha yaxshi. Shaq-shaqsiz har Rahmat. Kayfiyati zo'r. Bu yaxshi. Doniyor, necha yoshdasiz? 30 yoshda. 30 yoshda. Men tanasam so'ramoqchi edim. 30 yoshdagi Doniyorni hozir qanaqa bir his-tuyg'ular qiynayapti o'zi hozir? Hozirgi kunda his-tuyg'ular faqat bitta nimadaman hozir. Nima bo'lsa ham endi to'g'risini aytgan yaxshida baribir. Ijod bo'lib turibdi, Xudoga shukr. Hozir maqsadim o'zimga, bolalarimga, shu bolamga uy qurmoqdaman. His-tuyg'ularim faqat shularga bag'ishlangan hozir. Men aytmoqchi bo'lgan narsam shuki, biz erkaklar ma'lum bir yoshga yetganimizdan keyin qanaqadir bir yolg'izlik deyilmaydi-yu, lekin qanaqadir bir bizni hech kimga ayta olmagan dardlar bizni qiynaydi. Buni fan tilida krizis deydi. Shunday. Krizis. O'sha narsa keldimi, o'sha narsadan o'ta oldingizmi o'zi? O'sha narsani his etdingizmi? Krizisga, tushkunlikka tushib qolib, zamonaviy tilda aytganda depressiya deydi. Shu narsani o'zingizda his qildingizmi? Depressiya endi nima deydi? Hozircha bo'lganim yo'q, lekin qanaqadir bir shu nimaga tushganimda o'zimni ushlab olib, yaxshi o'tib ketdim shu yo'ldan. Sezildi sizda. Shunaqa. Sezildi. Chunki men juda ham ko'p 30-35 yoshdagi insonlar bilan suhbat qilganimda ularda birinchi beradigan savolim o'zi shu. Shu narsa keldimi yo endi kelyaptimi? Chunki bu juda ham muhim narsa. O'g'il bola agar mana shu vaqtdan o'ta olmasa, uni keyingi hayoti qanaqadir mazmunsiz bo'ladi deb juda ham ko'p o'qiganman, juda ham ko'p bilganman. Balki bu meni tushunchalarimdir. Agar sizda shunaqa bo'lmagan bo'lsa, men bundan juda ham xursandman. San'at va madaniyat instituti adashmasam topshirgansiz. Ha, topshirganman. Xo'p, nechinchi yil? 2013-14 adashmasam. 13-14. 10 yil bo'libdi. Da. 10 yil bo'libdi. Kollejni tamomlagandan keyin. Shunaqa. San'at va madaniyat instituti yoki konservatoriya San'at va madaniyat instituti aktyorlik nimasiga topshirgan. yo'nalishida. Xo'sh. Endi omadimiz kelmaganmi yo bilim saviyamiz yetmaganmi, shu xullas kirolmaganman-da. 10 yil oldin. Faqat bir marta harakat bo'ldimi? Bir marta harakat bo'ldi, keyin nima deydi, biz davlat ishiga kirib ketdik, shu bilan ish bilan mashg'ul bo'lib, lekin ijodni to'xtatganim yo'q, shu Farhod madaniyat saroyida qavazalarga qatnashib, bunga qaytamiz. Men san'at haqida gapirmoqchiman. Chunki men siz haqida umuman ma'lumot yig'ayotganimda Doniyor haqiqiy san'atga juda ham qiziqqan yigit degan menda bir juda ham ko'p shu narsani aytdi. Haqiqiy san'atni bolasi u dedi. O'shanga men san'atga nega keyinchalik topshirmadingiz? Harakat bo'lmadi. To'g'risini aytsam, san'atni yaxshi ko'raman. Hozir ham asl san'atni juda ham yaxshi ko'raman. Oilaviy sharoitim tufayli men yana qayta topshirmaganman. To'g'risini aytgan yaxshida. Mana shunaqa narsalar odamni o'ksindirib qo'ymaydimi? Chunki siz keyinchalik baribir afsus bo'ladi. Agar o'qiganimda balki bundan ham zo'r ko'p narsani o'rganardim. Bundan ham zo'r narsalar o'rganardim degan tuyg'ular bo'ladi. O'zi mana san'atga bo'lgan qiziqish o'zi qachon odam shuni his etadi o'zi shuni? Sizda qanaqa bo'lgan uni his etish? Menda qiziqish aytaymi, bizda 4-sinfda bo'lganman-da. Maktab chog'larida. Maktab chog'larida hozir juda ham taniqli bo'lib ketgan Mirjalol Ne'matov degan sinfdoshim bor. Mirjalol Ne'matov sizning sinfdoshingiz bo'ldi. Shunday. Shu bilan birga biz 4-sinfda qo'shiq aytganmiz maktabda. Men Anvar Sanoatni qo'shig'ini aytganman. Mirjalol ham adashmasa Anvar Sanoatni qo'shig'ini aytgandi. Yo'q, uzr adashdim. Men boshlovchilik qilganman. Mirjalol qo'shiq aytgan shunda.
Ha. Men Qanaqadir boshlovchilik tadbirda, qilganman. tadbir vaqtlari. Endi 4-sinfda bitiruv bizni maktab 4-sinfgacha, endi 4-sinfgacha boshqa maktabda, keyin boshqa maktabda o'qiganmiz. Ikkita maktabda o'qigansiz. Shunday, 13 va 16-maktabda o'qiganman. Bu Navoiy shahrida. Shunaqa. O'zingiz Navoiy shahridansiz. Shunday. Xo'p. O'shanda 4-sinfdan boshlangan xullas. San'atga qiziqish. Endi yoshlikdan bo'lgan demoqchiman-da. O'sha narsani men o'sha siz ma'lumot yig'ayotganimda san'at institutiga topshirgan va o'shandan keyin ozgina tushkunlikka tushgan Doniyor degan menda bir ma'lumot bor. Chunki bu tushkunlikka tushish sababi ham nima edi? O'sha sharoit yo'qligini sharoit yo'qligidan o'qishga kira olmaganingiz, buni o'zi bir katta zarba va o'qishga kirdingiz, to есть o'qishga topshirishga bordingiz, u yerdan ham yiqildingiz, buni ham bir katta zarba. Bu zarbalardan qanaqa o'tib keldingiz o'zi? Ha, asta-asta, sekin-sekin so'rtilib mana Chunki biz baribir hammamiz yosh bo'lamiz u vaqtlari. 18-19 yoshli bolani bunaqa g'am tuyg'ular sindirorishi ham mumkin-da, tushkunlik. Yo'q, men sinmaganman, to'g'risini aytay, nima deydi? Yanada o'zimni ustimda ishlashga menga turtki bo'lganda. Ham davlat ishida, ham san'atni tashab qo'ymaganman. Shu Farhod madaniyat saroyiga rahmat. Farhod madaniyat saroyi juda ham oxirgi vaqtlarda juda ham xuddi bir zavod kabi juda ham ko'p iste'dodli qo'shiqchilarini, aktyorlarni, biz ko'rib turgan barcha internet olamidagi barcha sho'x yigitlarni qo'pol qilib aytganda ishlab chiqarib beruvchi bir zavod. Ko'p kishi shunaqa deb ta'riflaydi. Siz ham o'sha yerda ta'lim olgansiz, o'sha yerda o'qigansiz. Bu endi QVZga bog'lanadi hammasi. Shunaqa. San'at olami qachonlardir sizni buyuk kinolarda ko'rishimiz mumkinmi o'zi? Chunki baribir siz aktyor bo'laman degan niyatingiz bor. Qilayotgan ishlaringiz yaxshi, lekin baribir aktyor sifatida hali anchagina bor. Ko'rishimiz mumkinmi? Nasib etsa. Hech kastinglarga borib ko'rasizmi o'zi? Kastingga yo'q, lekin to'g'risini aytay. Sabab? Nazarimda siz uchun hamma sharoit bor hozir. Yo'q, hozirgi kunda to'g'ri, hozirgi kunda bor. Hammasi yaxshi, balki hozir harakat qilish vaqti emas ekan. Faqat bor e'tiborimni to'g'risini aytay, ijod. Shaxsiy o'zlaringizning ijodlaringizga. Shunaqa. Tushunarli. Chunki san'atkor bo'laman degan odam faqatgina internet bilan cheklanib qolish kerak emas degan fikrdamanda. Chunki biz buyuk rollar ijro etishingizni juda ham xohlagan bo'lardik. Xudo nasib etsa, harakatdaman. O'ylaymanki, taklif bo'lsa, bemalol men xohlagan rolda endi qo'ldan kelgancha maromiga yetkazib berishga harakat qilaman. Zo'r. Agar Doniyorda qanaqadir siz bir obraz ko'rsangiz, bemalol muloqotga chiqishingiz mumkin. QVZ. Qo'noqlar va zukkolar. Dadang uygami? Chol, dadam o'lib ketganiga 18 yil bo'lyapti. Kecha tush ko'rdim. Tush ko'rding? Tush ko'rdim, ha. Tushimda konsert zo'r bo'lyapti. O'rtada o'tirgan bir brat kulmaymish. Yana prikollar qaytarib qo'yapmiz. Hamma kulyapti. Xalq kulyapti, bir aka kulmaymish. Shunday borib qarasam, u risakan. Qancha umringiz ketgan? 2013 desak, 2013-yil boshlangan. 2013 sahnaga chiqib boshlaganman. Undan oldin ham qiziqqanman. Maktablarda, o'zimizda sinf nimalarda qatnashib yurardik. Katta sahna, men uchun endi katta sahna Farhod madaniyat saroyining sahnasi 2013-yildan boshlangan. U qanaqa jamoalar bo'lgan o'shanda? Kimlar Shunda ishtirok etgan? ustozimiz Ma'ruf Nosirov, hozirgi kunda Millionda bir jamoada chiqqanmiz. O'shanda Oltin liga bo'lardi. Jukudan biz yashab turgan nima deydi? Xullas Jukuni nomidan birga chiqqanmiz. Ma'ruf Nosirov bilan bir jamoada bo'lgansiz. Keyinchalik shu Afandi ligada ham birgalikda. Afandi ligani tushuntirib bering. Bu kim, nima u? Afandi liga bu yoshlar ligasi desa ham bo'ladi, to'g'ri, Navoiyda. Navoiy shahrida. Salom. Qanaysan? Mana ismim Doniyor. Mana ismim Doniyor.
Nima qilyapsan? Ha, men ishga ketishim kerak. Telefonni zaryadini o'ldirasan. Sen o'tir. Dada beri. Shu holat 1 soatdan so'ng. Shakcham. Shakcham. Ustozimiz Oybekjon Rahmatov boshchiligidagi Xo'p. liga bu. Faqat Navoiy shahrining o'zida. Shahrini o'zida. Xo'p. Oltin liga bu mana ishxona tashkilot, to'g'riroq qilib aytganda kombinatni nima deydi, bo'linmalarini nimasi? Oltin liga. Shankar! है मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान Birinchi shu oltin ligada chiqqanman. Keyinchalik Afandi ligada, keyinchalik respublikada shunday qilsa 2013 boshlagan bo'lsangiz 10 yildan ko'proq vaqt o'tdi. shunaqa shu. 10 yildan ko'proq. TBTga ozgina qaytamiz. TBT jamoasi qanaqa bo'ldi? Sizlarda TBT jamoasi 2017-yil QVZ olamini butunlay o'zgartirib yuborgan, men shunaqa deb o'ylayman. Umuman yangicha nafas bilan kirib kelgan jamoa bu talablariga binoan talabalar bo'lgan edi. G'olib! Bu nima ahvol, jo'ra? Seni uydagilaring, enang, dadang, o'g'lim o'qishga ketgan, oliy ma'lumotli bo'ladi deb seni kutyapti-ku, G'olib. Dadang senga salom aytdi. Shu haqida. TBT jamoasi 2017-yilda saralashdan finalgacha qatnashganman. Respublika bo'yicha. Shunaqa. Respublika bo'yicha. Shu 2017-yil Ma'ruf aka, Sunnat aka, Samandar, men yana Sanjar degan yigit bor edi. Endi bolalar ko'p edi. Shu birga shu nima deydi, finalgacha borib chempion bo'lib. Taklif kimdan tushgan? Sizga. Imminna Ma'ruf aka bilan Sunnat akadan, keyin o'sha TBTning rahbari Fozil aka uchalasidan taklif bo'lib. U payt biz shu Farhodda ham Afandi ligada, ham Oltin ligada o'ynab berardik. O'zingiz shahringizda siz bemalol KVNda o'ynab, qo'noqlar o'zikolarda qatnashib yurib, Shunaqa. keyin Toshkentga borib, Toshkentni qo'noqlar o'zikolarini ham zabt etdik. Juda ham bir ajoyib o'sha yil bo'lgandi. Biz o'zimiz ham juda ham xursand bo'lgan edik. Assalomu alaykum, hurmatli. Oldingi qatorda to'ldirib o'tirgan hurmatli muxlislar. Chakki. Nafaqat oldinda. Haylo balkonda ham hurmatli odamlar o'tiribdi insonlar. Yo'q aka? Balkonda ham odamlar o'tirami? Kanishna. Men yerda kartoshka piyoz saqlasa kerak deb yuribman. TBT jamoasiga keyin yana bir urinishlar bo'ldi. Sizni kuzatib bordik. 20-yil adashmasam yana bir chiqdinglar. 19 yana bir chiqdinglar. Yana taklif bo'ldi QVZga. Endi to'g'risini aytay, QVZni yaxshi ko'rmagan, QVZchi bo'lmasa kerak o'zi deyman. Taklif bo'ldi, o'sha TBTning rahbari Fozil akadan yana taklif bo'ldi. Nechinchi yil? 2019 midi? 2 yildan so'ng. 2019. Yana chiqdik, saralashdan o'tdik. 8 dan ham o'tdik, adashmasam. Polfinaldan nimada xolos chiqolmaganmiz. Endi harakat bo'lgan. Sabab nima shunga? Chunki 2017-yil juda ham qo'noqlar, zukkolar, muxlislarini muhabbatini zabt eta olgan jamoa 2019-yil esa hattoki finalga ham bora olmay qoldi. Endi nima deydi? Balki ishlash yoqmadimi sizlarga? Yo'q, nimaga? Ma'ruf Nosirov millionda, Sunnat Lutfullayev maksimumda, siz bilan adashmasam faqatgina Samandar ishtirok etgandinglar. Samandar bor edi, Ma'ruf bor edi. Komanda yaxshi edi. Endi balki omad kelmagan. Endi balki bu safar 2017-yil masalani ko'rganimda juda ham san'atga ishtiyoqlar juda ham kuchli, salgina ko'cha tilida aytgan juda ham och edinglar. Balki 2019-yil qorin to'q bo'lib qolgandir balki. Yo'q. Shunaqa bo'lishi mumkinmi? Unaqa nima xayolda ham bo'lmagan.
to'g'ri. Yo'q, chunki baribir chempion bo'lgan inson yana chempion bo'lish juda ham osonda. Lekin sizlarda o'sha darslik bo'la turib baribir qanaqadir omadsizlikka uchradinglar-da. Chunki 2017 dan keyin hamma o'sha butun internet olamiga kirib TBTni yozadi, lekin TBT biz xohlagan narsani bera olmay qoldi-da. Ayb kimda edi o'zi? Sizdami? Endi ayb ham deb bo'lmaydi o'zi, buni ishlash yoqmadimi sizlarga? Yo o'sha jamoa sardori, jamoa o'zi qanaqadir bir yaxshi emas edimi? Lekin siz o'shanda 17 da ham, 19 da ham siz bor edingiz. Qolganlar bo'lmasa ham siz bor edingiz. O'sha mashhur telpaklik Doniyorbek bu yerda bor edi. Telpakda. Ey akalar, bu kubokni bugun kim oladi bilmayman, lekin qayerdandir yomon shamol kelyapti-da. Assalomu alaykum balkon. Ey, fortishkan yopingizlar, shamol o'tib ketdi-ku. Telpagim olib kelmabman, bitta nima qilaydik. Endi to'g'risini aytsam, gapingiz to'g'ri. Endi balki tayyorgarliksiz bo'lgandir, balki vaqt nima qilma. Chunki aytayman, ham davlat ishida, ham qibizida Vaqtda ishlardingiz. shunaqa. Ishlardingiz. Ishdan chiqqanimga o'zi 1,5 yilcha bo'lib qoldi. Ha, yaqinda ishdan chiqdingiz. Ha, shunaqa. Tushunarli. Qo'noqlar uzuqlar yana takliflar bo'lyaptimi? O'tgan yili taklif bo'ldi, chiqmadim, to'g'risi. Respublika yoki o'zingiz shahringizda? Respublika unda sababi to'g'risini aytay, ijod bu ham aytgandim-ku. O'zimiz ustimizda hali ishlashimiz kerak. Bir jamoa bo'lsak, men Ilyos Qalanir aka balki misol uchun bo'lishi mumkin. birga taklif emas, bir komanda bo'lsak chiqishimiz mumkin. 2017-yil TBT jamoasi chempion bo'ldi. 20 million qayerga ketdi? 20 million hammaga bo'lib berdi. Siz olganmisiz 20 millionni? Endi kam miqdorda. Bizda ozgina boshqacha ma'lumot bor. Kam miqdorda. Bizda ozgina ma'lumotlar shundan iboratki, 20 millionni faqatgina o'sha biz plakatda ko'rganmiz. Undan keyin esa menga afsuski, u 20 millionni ham 20 million ushlab o'tirgan insonni ham yo'qotib qo'ydik degan bir ma'lumot bor. Endi nima qilasiz, birovni anaqa qilib. Mayli. Birovni ayblab. Hech kimni ayblaymiz, shunchaki bu mehnat baribir. Har bir mehnat oqlanish kerak menga degan tushuncha bor. Albatta. Shuning uchun har bir chempionni ham o'zini medali bo'lgani sari har bir mehnat oqlanishi kerak. Mayli, zavodda qancha ishlagansiz? Nima zavod u? Qaysi yo'nalishda? Zavodda kasbingiz nima? Zavod Navoiy mashinasozlik zavodida 2015-yildan 2023-yilgacha, o'zi 2013-yil Navoiy metallurgiya kombinatiga ishga kirganman. Faqat boshqa nima tashkilotida 3-hafta bazada, keyin 2015dan 2023gacha Navoiy mashinasozlik zavodida toker bo'lib ishlaganman. Tajribangiz o'shanda 10 yil, 10 yil tajribaga egasiz. Mashinasozlik deganda bu bizning tushunchamiz mashina ishlab chiqarar ekanmi? Yo'q. Har xil soha vakillari bor yo'qda. Toker, svarshik, shu kombinatimizga kerakli narsalarni biz yasab yetkazib berardik. Biz stanokda nima ish bo'lsa qilardik. Yaxshi. Sabab nimaga? Ishdan bo'shaganingiz sabab? Ishdan bo'shashimga 10 yil ishlaydimi hamma? Yo'q. Sabab to'g'risi o'zimga o'zim, oilam bilan maslahatlashgan holda ijodga e'tiborim qaratmoqchiman. O'sha faqat ijod qilmoqchiman, shu uchun. Qiyinmi birgalashib olib borish ham ijod? Ozroq qiyin bo'ldi. Sababi ishda besabab ish qoldirishlar menda ko'payib ketdi. Chunki misol uchun boshlig'imiz ham bir marta javob beradi, 2 marta, oxiri kaltak unga sinmasin degan maqsadda oilam bilan maslahatlashib, men o'zim ijodni yaxshi ko'raman, to'g'risi keyin shu ijodni tanlaganman. Ijod tanlab ishni tuganlar. Qanaqadir oilada muammolar bo'lib qolmadimi? Chunki oilada endi boshida nima deydi? Chunki har doim siz o'z vaqtida qanaqadir maosh uyga olib kelasiz. Ijodda men nazarimda u qanaqadir tushunmovchiliklar. Yo'q, ijodda pulingizda bor, ijodda bir kun yo'q.
yo'q bo'lganda ham misol uchun yaxshigina bo'ladi-da. Shunisi bor-da. Endi nima deydi? Rizqdan qo'ymasin deydi. Hammani rizqi baribir yozilgani bo'ladi. To'g'risini aytsam, oilada hozirgacha Xudoga shukr, meni tushunib kelayotgan ota-onamga, oilamdagilarga rahmat aytmoqchiman. Shu qo'llab-quvvatlagani uchun shu ishdan chiqib ijodni davom etishimni qo'llab-quvvatlagani uchun oilamga alohida rahmat. Yaxshi, agar shu tomondan qo'llab-quvvatlash bo'lsa, men juda ham xursandman shu tomondan. Serial Sayfulloni izlab. Yo, bismillah. Qanday? Gada biz azor qilding-ku. Beryapti. Kimga deyapsan? Bo'lajak turmush o'rtog'ing ham shunaqa munosabatda bo'lasan. Bilasanmi, hozir men nima qilaman? Nima qilasan? Yaxshilik bilmaysan sen umuman. Ey, yaxshilik qilgan bo'lsa qipti. Nima? Endi 10 kun hur yig'lab azob tutaymi? Assalomu alaykum, Shib tog'asi. Yaxshimisiz? Shib tog'asi. Mana tog'ayam ketdi, tamom. Endi qishloqda reshalasi o'zimman. Meni tudangizga oling. Qishloqda nima voqea bo'lyapti? Kichik-chimon sizga hammasini yetkazib beraman. Turbishda to'dan boshqara olmasam ham bitta qishloqda iplab boshqarib yuribmiz. Taklif kimdan tushgan? Taklif Qalandar akamdan tushgan. Qalandar Rajabov. G'oya egasi. Qalandar akamdan tushgan. U payt shu zavodda ishlab yurardik. Xo'p. Birga bir jamoada o'ynaganmiz-da, Qivizda, Oltinligada. Qalandar Rajabov bilan. Aha. Undan oldin 6 yil birga o'ynaganmiz. Serialdan oldin. Shunaqa. Sahnada siz kubok bo'lishgansiz Rajabov. Shunaqa. Shu taklif bo'lgan, kelib 3-seriyadan qo'shilganman. 3-qismdan. Shu davom etib ketavergan. Endi taklif Qalandar akadan bo'lgan. Qalandar. Umuman shu obraz yuzasidan taklif bo'lganmi sizga yo buni siz o'zingiz o'zimda jaydari o telpakda, keyinchalik mukammallashib nima deydi? Shu gaday nima bo'lib ketdi-da. Gaday o'zi nimaga endi gaday? Qishloqda shunaqa odam bo'lganmi? O'zingiz so'raganmisiz Qalandardan nimaga boshqa ismli, laqabli inson emas? Gaday. O'zi Jo'shqin gadayda. Endi gaday qisqarib ketdi. Jo'shqin gadayda. Ismlari obrazingizdagi yigitning ismlari Jo'shqin gaday. Biz shuni ozginagina yoddan chiqaramiz. Nimaga gaday? Jo'shqin. O'zi ismi Jo'shqin. Jo'shqin gaday. Nega gaday? U qishloqda gadaylik qilib yurganmi? Yo'q, u ma'noda emas. Mana ko'pchilik balki sizda ham xayolingizga shu narsa kelgandir. Gaday deganda imенно tilamchi nima emas? Gaday deydi-ku. Shunaqa. Men просто o'sha insonni, o'sha roldagi insonni kelib chiqishini ham men nazarimda Qalandar Rajabov qayerlardandir baribir olgan, ko'rgan bo'lishi mumkin. Endi baribir ozgina qo'shilib rol yaratiladi. Shu obraz o'zi qanaqa yaralgan? Hech so'raganmisiz Qalandar Rajabovdan? Qalandar Rajabov buni ko'rganmisan yo bo'lmasa ko'rganmisiz? Yo bo'lmasa Qalandar Rajabov men ko'rgandim, men shunaqa yigit bor edi o'zi. U faqat to'g'risini aytay, bu ism faqat. Obraz, nimalar hammasi birgalikda turishtirilgan. Shunaqa. Juda ham kuchli va bir rus yigitini va chapani o'zbek yigitini solishtiruvi juda ham kuchli bo'lgan. Qalandar Rajabov bu yo'nalishda juda ham ssenariyni va g'oyani juda ham yaxshi yozganlar. Men juda ham xursandman shu narsadan. Gaday ko'chada menga afsuski Doniyor deyishmaydi. Gaday deyishadi. Shu qanaqa o'zi ta'sir qiladi? Quloqqa o'rganib ketdi. Misol uchun yomon ma'noda qabul qilmayman, chunki odamlar ham yomon ma'noda aytmaydi u narsani. Yaxshi ko'rgani uchun, muxlis bo'lgani uchun o'sha serialdagi hayotda ismimni bilmaydi-da ko'pchilik. Misol uchun
kimgadir misol gaday deydi-ku, misol boshida ham hozir ham nima deydi, yomon qulog'imga eshitilmagan. Chunki shu muxlislar orqali biz shu nimaga erishdik, darajaga erishdik, erishyapmiz. Bundan keyin ham nasib bo'lsa, yomon ma'noda qabul qilmayman. Ko'chadagi odamlarning gapini. Serialdagi qanaqa g'oyalar sizniki mumkin? Sizlarning bu g'oya qo'shib turasizlarmi yo faqat Qalandar Rajabov aslida ishlaydimi? Yo'q, birga. Qaysi g'oya Qalandar Rajabov aytgan g'oyani siz o'zgartira olgansiz va o'sha g'oya bir qanaqadir omadli degan shunaqasi bormi? Qarang, futbol ko'p ko'raman-da, futbol janinsiman. Xo'p. Futbolist ismini aytgan, Adebayor degan nima? Zulfistorkam? Oo, Zulfiddin Adebayor. Shu nimadir gap bordi, aka, shu Adebayor deb aytay shunga. Degan payti. Endi bo'lib turadi, endi hammasi esimda emas to'g'rirog'i. Chunki Qalandar bilan biz suhbat juda ham qurib turamiz va shunaqangi ijod qilishlarini bilaman-da. O'shanda siz ham endi baribir san'atkorsiz. San'atga qadam qo'yapsiz. Xo'p, san'atga qadam qo'yib kelayotgan yosh aktyor, ijodkorlardansiz. Shunaqa san'atkorsiz deb o'rmang. Shunaqa qo'shib turasizmi qanaqadir fikrlar? Shunaqa qo'limdan kelgancha qo'shib turaman. Bo'lib turadimi shunaqa fikr almashuvlari? Na. Bu yaxshi, chunki odam o'zi ijro etayotgan rolini o'zi his qilmasa, qiyin insonlarga o'sha rolni yetkazib berishi degan tushuncha bormanda. Boshidagi uzr gapingiz bo'ldim. Shu qiz o'ynab yurganimizdan boshlab shu Qalandar aka ham akam, ham ustozimda, qarasa. Shu gapni aytganda, nima rol o'ynayotganingni his qilib o'sha rolga kirib o'ynamasang, sen u rolni ijro eta olmaysan degan. Ming chiranma, ming nima qilma, baribir chiqmaydi. O'sha misol uchun sen alkashmisan, alkashni nimasiga kirishing kerak, bo'lishing kerak. Misol uchun mana serialda bor-ku, terpiralik qilaman-ku. O'shanni yozuvchi. O'shanni his qilib o'ynamasang, o'sha chiqmaydi. Bizda shunaqa bo'lgan, bitta kadrda imенно menda bo'lgan, 20 marotaba syomka qilgan paytlarimiz bo'lgan. Nimaga? O'sha nimaga tempga tushunmaganman. O'sha maromiga yetkazib bera olmagan. Ko'nglimizga o'tirmagan o'sha narsa. Keyin qayta syomka qilaverganmiz. 20 tadan lekin bittasini tanlab olganmiz. Shu darajada balki. Shunaqa. Kuchli. Serial nechinchi yil boshlangan? 2021. 2021. Shunaqa. Hammalariz adashmasam tajribalaringiz yo'q. Bundan oldin klip olib yurmagansizlar, serialga tushmaganmisizlar. Tajribasi yo'q odamga juda ham qiyinchiliklar, juda ham oddiy qiyinchiliklari ham juda ham kuchli tuyuladi. Sizlarda ham shunaqa narsa bo'lganmi? U faqatgina sizda. Chunki siz bilan suhbat qilamiz, faqat sizda shunaqa. Yo'q. Qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan serial davomida? Qiyinchilik adashmasam, boshida serial bittagina telefonda olingan. iPhone 11 Pro Max'da. Boshida to'g'risini aytsam, endi faqat sahnada rol ijro etganmiz. Boshida ozgina hayajonlanganman kameradan. Hozir kunda hattoki telefon bo'lsa ham, lekin hayajon. Albatta. Hozir kunda endi yo'q. 10 ta kamera qo'ying. Anchagina o'zingizni erkin his qilasiz. Shunaqa. Boshda hayajon bo'lgan to'g'risi. Biz uni ayrim so'zlarda ham siz shoshilib gapirib qo'ygansiz qayerlardir ko'zlar noto'g'ri o'ylangan. Biz uni sezganmiz, lekin umuman tajribasi yo'q odamga bu juda ham yaxshi, normal holat deyiladi. Qanaqa qiyinchiliklarga duch kelgansizlar serial davomida? Ayniqsa o'sha serialni boshlanishida. Boshlanishida qarang, shunaqa yomg'ir yog'ayapti, bahor payti edi-da. Qaysi seriya? Adashmasam 4-chi yo 5-seriya men magazinga chiqib kelayotgan nimam bor. Endi boshlangan vaqt. Chay dedingiz, chay olib keldim-ku, degan joyi bor. Xo'p. O'shanda ko'rishingiz mumkin. Зеленый чай, ручная стирка. За что, tag'i? O'shanda
yomg'ir yog'ayotibdi, shu dalaga chiqib, ko'chaga, magazinga chiqib, yana ichkariga qaytib kelyapman. Oyog'im to'la suvda. Sholuq. Lekin rol o'ynayotibmiz. Men oxirida bilganman. Keyin oyoq kiyimim sapokcha aytdi u payt. Shuni yetsam suv endi ishtimi bo'lmagan. Keyin yana sal o'rta 20-nechidir seriyada MMA qilganmiz-ku. Jang juda ham ajoyib sahna bo'lgan, juda ham ajoyib sahna bo'lgan. Endi qiyinchilik emas, nima deydi? Sal murakkabroq bo'lgan demoqchiman. Ham sovuq. Juda sovuq. Qish faslida olingan adashmasam. Juda sovuq edi-da, lekin shu hammamiz birgalikda o'sha nimalarni taxlab, oktagon deydi-ku. Shularni taxlab, stullar, sovuqda bitta nimadaman ko'ylakchada boshlovchilik qilgan. Ladies and gentlemen. Today is Saturday, 1x1, FAX 5 champion. O'shanda salgina nima deydi, qiyinchilik bo'lgan. Qolgan hammasi zo'r. Balki siz o'ylashingiz mumkin bu narsalarning nima qiyinchiligi deb. Siz bitta narsani yaxshilab tushunib oling. Aktyor uchun holat juda ham muhim narsa. Agar unda qanaqadir noqulayliklar bo'lsa, u o'sha holatga kirib bera olmaydi. O'sha holatga kirib bermagan aktyor esa biz uni haqiqiy qalbini, haqiqiy ijro etadigan rolini sezmaymiz. Bu uchun aktyor uchun bu juda ham muhim narsa, holatga kirish esa. Holatga kirish uchun esa aktyor uchun barcha sharoitlar yaratib berilishi kerak. Tushunarli. Serial o'zi men bitta narsani bilmoqchiman-da, o'zi serialning maqsadi nima o'zi? Mazmuni nima o'zi serialda? Adashmasam 32 seriya olingan. O'sha 35-si olindi. 30 shuncha olingan. Shuni biz nima ko'rishimiz kerak uni? Biz undan nima olib bilishimiz kerak? Bizning maqsadimiz faqat Yo'q, faqat sizni. Siz nima beryapsiz? Nima sizdan olishimiz kerak? Ilmdan, rolimdan kelib chiqadigan bo'lsak, keyin oxirida aytaman, nima uchunligini, o'zimda rolimdan kelib chiqadigan bo'lsak, menga o'xshagan odamlar bor-da, yozuvchi dediz-ku, baribir. Terpila deydi-ku, murakkabroq qilib. Alo, assalomu alaykum. Yo'l patrul xizmatimi? Mana ida ikkita bratan shatarang mas bo'lib ketdi. 299 Gentrada 01. Men sizlarga xizmatda 10 ming so'm plastigimga tashlaringizlar. O'shanday qilmasligiga men harakat qilyapman. Shu ekranda, oynada meni ko'rib, o'zini balki ko'rib, shunaqa qilmasligi uchun rolim shunaqa. Hech sizdan yozib berishganmi? Yo'q. Yo'q, nima yozishgacha bormagan. Bitta voqea bo'lganmi? Nima bo'lgan? Qalandar akam o'zi nima qilganda, mana Xalisa to'g'risida nima qilganmiz-ku. O'sha yerda o'zida bosti qilib, endi bitta u kishini Xalisasi emas-ku. Misol uchun, endi shu bo'lgan voqeada, misol uchun, har xil Xalisalar bor-da. Nima bo'lgan? Sal chuqurroq kiraylik. Ilyos bilan, Sayfullo bilan rol ona qilganmiz-da, serialda. Sayfullo serialida. Halol Xalisa degan anons bor. Yeyish bo'lmasa qo'y go'shtdan solak, salgina tam chiqsin. Tam kerak-a senga? Ha. Mana ta'mi chiqdi. Odamlar, eshitmadim demanglar. Halol Xalisa. O'sha serialda Xalisa nimasini ko'rsatganmiz. Qozonga, misol uchun, endi har xil odam bor-da, shunaqa qilmasligi uchun, xalqqa o'shanaqa taom yetkazmasligi uchun, shunday qilmasligi uchun men ko'rsatib berganman. Tovuq go'shtdan ham bir botirib qo'yib, xalsaqsa bo'ladi degan maqsadda shuni qilgan biz. Xo'p. Keyin bitta xalsachi nima uchun unday qilyapsan, bunday keyin tushuntirgan biz, o'zi tushunib yetib, ha deb
anaqa qilgan. Chunki ayrim juda ham ko'p kishi sizlar taqdim etadigan narsani ko'p kishi noto'g'ri tushunyapti-da. Mana halsa masalasi ham xuddi shunaqa. Siz boshqa ma'noda aytgansiz. Shunaqa. U inson esa boshqa ma'noda tushunib aytgan. Ko'p bo'ladimi shunaqa voqealar? Tushunmovchiliklar, mana siz boshqa tarbiyali ahamiyatga egali narsani aytmoqchi bo'lasiz, lekin u insonlar sal noto'g'ri tushunishib qolib, Tarbiyali narsani kulgili qilib ko'rsatyapman-da, ko'rsatyapmiz to'g'rirog'i hammamiz. Yo'q, haligacha lekin bunaqa muammoli nimalar vaziyat bo'lmagan ekan. sizgacha hali yetib kelmagan. Yo'q. Hammasini Qalindar Rajabov o'zlariga olyapti. Balki. O'zlariga olyapti. Juda ham bir serialda 15 serialda 20 seriyasigacha insoniyatda va biz tomoshabinlarda juda ham ko'p savollar paydo bo'ldi. Ularning eng ko'pi yigitlar juda ham yaxshi pul ishlayapti. Biz shunaqa pullarni eshitardikki, Shundan gapiring. juda ham ko'p pullarni eshitardikki, o'shani qanchasi to'g'ri-yu, qanchasi noto'g'ri. Manga yetib kelgani, men o'zim ma'lumot yig'ganim. Bitta seriya davomida, mana bir adashmasam bir seriyangiz, aniqini to'g'ri bilmayman, qaysi seriyaligini 24 soatning ichida 4,5 million prosmotr odam ko'rgan. 24 soatgina ichida. Ayni eng bir pik davrida o'shanda umuman o'shanaqa voqealar juda ham 4 million mas'ul men bilganim 24 soat 3 million qancha? Pashti 4 millionga yaqin. 4 million. Demak, bir seriya haqida gapiryapmiz. O'shanda xalq orasida yigitlar salkam milliarder bo'lib ketib qoldi degan gaplar bor. Yag'ey. O'shani men to'g'ri aniqlashtirib kirmoqchiman-da. O'zi sizlar bundan pul ishlaganmisizlar o'zi? O'sha xalq og'zida yuradigan pullar o'zi umuman Xalq og'zida ishlanganmi? Pul ishlangan, ishlanmagan emas, lekin xalq og'zidagi milliarder bo'lib ketdi degan pul emas-da yo'q. Qancha olgansiz eng ko'pi? Sizlarga oylik beriladimi yo faqat serialga qarab to'lanadimi? Uni kim Qalindar Rajabov belgilaydimi uni? Har seriyadan olasizlarmi yo bir kunlik syomkasini olasizlarmi? Yo'q, bir kunlik emas. Mana aktyorlarda bor, ularda bir kunlik syomkasi bor, 12 soat belgilangan. Adashmasam, o'zbek kino aktyorlari agar adashmayotgan bo'lsam, bir kunlik syomkasida adashmasam 800 qancha oladi? Balki adashayotgan bo'lishim mumkin. Aslida u qanaqa bo'lingan? Bizda qanaqa bir oy mobaynida nechta oy. Xo'p. Nechta serial chiqarsak, shu oyda oxirdami, oyda nimasida shu YouTube ijtimoiy tarmoqdan pul yechib olardik. Shuni Qalindar akam teng taqsimlab hammamizga ulashgan. Teng degani siz bilan Ilyosbek bilanmi? Teng degani yoki 3 kishi tengmi? Ilyosbek, men hech kim norozi bo'lmaganda yerda, to'g'risi. Lekin tenglik bo'lmagan. Operator deydi-ku, operator nima? Nechin seriyagacha sizlar bepul ishlagansizlar? 5 mi 6 mi adashmasam. Shunaqa. 6-seriyagacha umuman pul yo'q. 5 mida faqat endi o'zlaringiz. nima deydi? O'sha YouTube ijtimoiy tarmoq bo'lib haligacha pulga kirmagan edi. Lekin mehnat ketyapti. 7-seriyadan уже sizlar pul olib boshladinglar. 7-mida 6-mida, aniqini eslolmayman to'g'risi. Eng ko'p pul olganingiz? Eng ko'p pul olganim Faqat sizniki. Ha, 2000 dollar. Shunaqa. Eng ko'p nechinchi yil? Shu 21, 22. 22. Shunaqa. 22. 2000 eng ko'p olingani shu. Lekin biz hozir 2000 dollar yaxshi pulligini juda ham yaxshi bilamiz, lekin ungacha bo'lgan mehnat ham yodingizda tursin. Albatta. Bir aytayapman-ku, tushuntiryapman-ku, bir oy mobaynida endi unga 4 ta seriya ketadimi? Misol, hafta kunlarini olib qolsa 5 ta seriya ketadi. Endi 5 ta seriyani olishni o'zini ayting. Shu. Endi loy oyoq kiyimlarda, sovuq kunlarda. Shunaqa. Endi mana sizning savolingizga javob bermoqchiman. Xalqni og'zidagi nima deydi? Million pullar emas, ochiqchasiga aytayapman. Bu eng ko'p olganingiz. Eng ko'p bo'lgan, juda ham yaxshi. Biz
tomoshabinlar, umuman sizni kuzatib borayotgan insonlar bu haqida ma'lumotga ega emas. Biz xohlagan raqamlarimizni aytishimiz mumkin. Bular buncha qilishyapti, bular buncha qilishyapti. Shuni aniqlik juda ham kirgizib ketganimiz ma'qul. 28-29-serialda Donyorbek va Ilyasbekni ko'rmaymiz. Alfa Media hayotingizning yorqin damlarini tarix zarvaraqlariga muhrlaydi. 29 faqat bo'lishi kerak. 28-29-seriallar. Ba'zi bir sabablarga ko'ra, nima deydi? Ijodiy tanaffus bo'lganda. 22-yil adashmasam YouTube pul to'lamay qoldi. Hech kimga. Unga bog'liq emas u. 22-yil umuman ma'lum bir dunyoda bo'layotgan o'zgarishlarga ma'lum bir narsalar sabab bo'lib, O'zbekiston Respublikasidagi umuman blogerlar, jurnalistlar, serial oluvchilarga YouTube pul to'lamay qoldi va 28-29-seriya ham o'sha yilga to'g'ri keladi. Bu Azimjon unga bog'liq emas, chunki agar o'shanga bog'liq bo'lganda biz yana YouTube'da ijod qilmagan bo'lardik. Yana nima deydi? Keyinchalik. Unga bog'liq emas, nima deydi? Bir-birimizni ozgina tushunmay qolib, balki atrof muhitdan qanaqadir gaplar bo'lib, bir-birimizni tushunmaganimiz sababli ma'lum bir vaqt pauzaga aylanib qoldi shunaqa ijodlarimiz. Lekin nima deydi? Sen unaqasan, sen bunaqasan, bizda hech qachon unaqa urush bo'lmagan. Bu mavzuga hozir qaytamiz. 28-seriyada Qalandar Rajabov juda ham bir chiroyli monolog aytib, serialdagi gaday kiyimlarini yoqib yuborgan. Aziz do'stlar, hayotingiz davomida atrofingizdagi insonlarga ehtiyot bo'ling. Aks holda tuzingizni yeb, tuzlig'ingizga tupuradigan insonlarga duch kelib qolishingiz mumkin. Sizga qanaqa ta'sir qilgan shu? To'g'risini ayta. Birinchi savol bu, qanaqa sizga ta'sir qilgan? Badanim pichirlab ketdi. Qanaqa ta'sir qilgan va siz nima deb shuni tushundingiz? Biz o'zimizni tushunib oldik. Biz o'zimizga nima kerak bo'lsa, hammasini o'zimizga ola oldik. Imенно o'sha rol ijro etayotgan insonni, obrazi yonayotgan insonni his tuyg'usi nimada bo'lgan? 28-seriyada. Obraz yonishi mumkin, lekin o'chmaydi. Bu birinchisi. Endi o'sha payt serialni ko'rganman o'zim ko'zim bilan, to'g'rirog'i. Balki bizani xatodirmiz, balki misol uchun yana kimnidir xatosidir. Shu ishni qilganlar. Nima demoqchiman? 28-seriya chiqdi. Siz kuzatib boryapsiz. Adashmasam 17 yoki 18-daqiqalarda Qalandar Rajabov she'r ketgan va undan keyin obraz yonyapti. Siz uni ko'rdingiz. Yo, obraz yonishini bilarmidingiz? Yo'q. Bilmassiz. Xuddi biz kabi tomoshabin bo'lib tomosha qildingiz. Muxlis sifatida tomosha qilganman. Noto'g'ri qilibdilar deganman, tamom. Boshqa gap gapirmaganman. Sababi nima bo'lgan? Nimaga yoqqanlar? Balki shu bizani shu ketib qolganimizda bo'lganmi? Bizani ketganimizda bo'lganmi? Juda ham kuchli monolog bor. Gul deb tikan tutqazganlarim, yuragimni tilgan odamlar, odam taftin odam olar deb meni ado qilgan odamlar, arzimas bir chaqaga sotgan, tirnoqlari ko'ksimga botgan, yuragimni kemirib yotgan, meni ado qilgan odamlar. Armonlarim qo'ltiqlab o'tdim, orzularim qon bilan yutdim, nega sizdan oqibat kutdim, meni ado qilgan odamlar. Chehrangizdan yog'iladi nur, nigohingiz izlaydi qusur, dosh bermaydi yuragim qurg'ur, meni ado qilgan odamlar. Nasibmikin
oqibat vasli, qavjiradi dilda gul fasli, odamga ham o'xshamas asli. Meni ado qilgan odamlar. 28-seriyadagi yoqilish jarayonidagi so'zlar va sizlarda bo'lib o'tgan voqealar bir-biriga o'zi to'g'ri keladimi? Aytilgan so'zlar biz yetarli tushunib oldik. Ha, siz tushungansiz, buni ichki muhit biz o'zimiz bir-birimizni bilamiz demoqchiman. Menimcha, nima deydi, balki asab bo'lgandandir, balki Sizmi? atrof o'sha monolog kelib chiqishini aytyapman. Balki atrof muhitdan kimlardir shunday qil deb aytgandir. Yo'q, odamni baribir nimadir turtki beradi-da u ishni qilishiga. Turtki berishiga sabab nima? Biza balki xiyonat qilmagan biza nima deydi? Sabab deb o'ylayman shu bizani bizni ketishimiz bo'lgan deb o'ylayman. Chunki bizda ikkita ma'lumot bor. Birinchisi o'sha YouTube o'zi aytib o'tgandek, YouTube ma'lum bir vaqt sizlarga yaxshigina pul bera boshladi va u pullar to'xtab qoldi. Afsuski uni hech kim kontrol qila olmaydi. U to'xtab qoldi, xohlaysizmi yo'qmi. Puli yo'q ijodkor esa ijod qilgisi kelmaydi. Sizlarda ham mana shu ikkita seriyada yopib qolishlaringiz bir-biriga bog'liqliklari bormi? Shu o'rtada qanaqadir bir pauzalar bo'lib qolishiga. YouTube'ni pul bermasligi. YouTube'da pul bermasligini menimcha aloqasi bo'lmasa kerak. Chunki qarang, bitta narsa aytaman. Men davlatda ishlasdim u payt. O'sha vaqt. Xo'p. Misol uchun deylik yarmini olgan taqdirda ham o'sha pul bor menda. Nimaga aynan o'sha YouTube o'chib qolsa men tashlab ketishim kerak. Tushunarli. Chunki YouTube juda ham ko'p katta pul beradi va birdan pul bermagandan so'ng odamni o'zi umuman ishlagisi kelmaydi. Yo'q, u qanaqadir bir ham xalqni deydi-ku, mana odamlarni gapi u. Bida gapi u. Faqat quruq gaplar. Undan keyin adashmasam yana bir 30, 31, 32 seriyalar oldinglar. Qalin Rajab hech savol berdingizmi? Aka o'zi nima demoqchi edingiz o'zi? Nimaga yoqdingiz o'zi bu nima demoqchi edingiz o'zi? deb hech savol berdingizmi o'zi? Mana shu narsani bir kelisha oldinglarmi shu narsani? Savol to'g'risini aytay, savol bermaganman. Nega? Nima qilaman, o'tgan narsani qo'zg'ab. Yo'q, tushunmovchiliklarni yechish uchun inson gapirish kerak degan tushuncha bor. Menda shunday nima deydi? O'tgan narsa o'tib ketdi. Yaxshi keyingi yaxshi narsalar bilan nima deydi? Eslash kerak, yaxshi narsalar bilan suhbatlashish kerak. O'tgan narsa o'tib ketdi, men qo'zg'amayman. Tushunarli. 30 31, 32 seriya yaxshi oldinglar. Ko'rdik hammamiz. 28, 29 seriyadagi pauzadan keyin juda ham yaxshi bo'ldi. 32 seriyadan keyin yana o'sha narsa takrorlandi. 1,5 yil davomida na ijodkorlar ijod qildi, na serial davom etdi. Bunisiga sabab nima? Undan keyin hech nima bo'lgani yo'q, to'g'risini aytaman. 33-seriya ham, 34 ham, 35 ham biza bor. Mana 34 ham bor-da biza. Yangi seriya. Platformada. Yo'q. Mana 33 gacha YouTube'da bor. 34-seriya platformada chiqqan. Alohida YouTube'ga chiqmagan. Biza ham bor bunda. Ozgina ijodiy tanaffus qildik bunda. Hech qanaqa nima gap so'z, hech qanaqa nima ijodiy tanaffus. 1,5 yil. Shunaqa. Sabab nima? Nega yaxshi ketayotgan narsani to'xtatib qo'yish? Yaxshi ijod ketyapti. Biz muxlislar uni talab qilib boshladik. Sizni hamma joyda tanishyapti. O'zingiz xohlagan va nihoyat san'at olamiga sekin-sekin kirib boshlayapsizlar. Nega shu vaqtda tanaffus olish kerak edi? 30 ga bo'ldi-da. 1,5 yil davomidami? Boshqa tushunmovchiliklar? Yo'q, unaqa narsa tushunmovchiliklar, nima deydi? Sanmanga borish, shunaqa narsa bo'lmagan.
Chunki 34-seriyani adashmasam bir ko'rib chiqdik. Oxirroqda sizniki qahramoningiz ham yo'qolib qolishadi. Yo'qolib qolmaydi. Agar nasib bo'lsa 35-seriyaga chiqadi. 35-seriyada ko'rsangiz qayerga ketgan, nima uchun ketgan, Davomi bor. hammasi oydinlik kiritilgan. 1,5 yillik baribir tanaffus men uchun umuman tushunarsiz bo'lib qoldi. Chunki endi yurayotgan go'dakni yana qaytib to'shakka mixlab qo'yish men uchun baribir tushunarsiz holat. O'sha narsani yoritib bera olmayapsiz baribir. To'g'risini aytsam, Adashmasam shu 1,5 yil davomida siz ishdan ham chiqdingiz ijod uchun. Shunaqa. Ishdan ham chiqdingiz, lekin ijod katta ijod. Imенно biz Doniyorni tanigan ijod, boshqa ijodlarga hali qaytamiz. Doniyorni tanigan ijodimiz 1,5 yillik tanaffusni men sizga aytib beraman. 1,5 yil biz ijtimoiy tarmoqda ishladik, ishlamadik emas. Bu alohida mavzu. Faqat Sayfulloni izlab yo'q, o'shandan kelib chiqib aytyapman-da. Misol uchun Instagram ijtimoiy tarmoqda ishladik, ozgina tanaffus Sayfulloni izlabda bo'ldi. Bu uchun muxlislardan uzr so'raymiz. Hozir hammasi yaxshimi? Hozir Xudoga shukr, hammasi zo'r. Tushunarli. Baribir bunaqa o'sha balki tvorческий krizis deydi, san'atdagi tushkunlik. Balki hammalarda shunaqa bo'lib qolgandir. O'sha 1,5 yilmi? Shunaqa bo'lishi ham mumkin. Qanaqadir kimnidir nimadir o'rgatayotgan vaqt balki yoqmasligi mumkin. Shunaqa bo'lib qoldi. Endi o'rgatsa yoqmay emas, hammani bir xil qabul qilish kerak. Chunki men bitta narsani aminmanki, o'sha serial ijodkori Qalandar Rajabov sizlarga qanaqadir bir san'at demaylik, umuman YouTube sohasida bir yangi nafas bag'ishladi. Adashmasam, o'sha serial uchun, o'sha ijod uchun Qalandar Rajabov ham o'zini ishidan chiqqan. Albatta. Bo'shagan. O'sha narsani sizga aytdilarmi, yigitlar, biz ishlarimizdan bo'shadik, faqat ijod qilish uchun deb. Lekin ishdan hammalaringiz bo'shadinglar, ijod esa to'xtab qoldi. Qalandarga u qanaqa ta'sir qilgan bo'lishi mumkin? Balki o'zingizgadir. Chunki u uyga olib kirayotgan ikkita nonidan voz kechib, butun bor hayotini ijodga bag'ishladi. Siz kabi. Lekin to'g'risini aytsam, Azimjon, hammamizda Qalandar akam ham, Ilyas ham, men ham shu maqsadda ishdan chiqqanmiz. Ijod qilamiz. Endi menga nima deydi? Ko'p bo'lmadi, 1,5 yil bo'ldi. O'sha 1,5 yil bo'ldi. Hozirgi kunda nima deydi? Gaplashib, suhbatlashib, buyoq nasib bo'lsa zo'r bo'ladi degan umiddaman. Barchamiz shuni xohlaymiz. Chunki butun YouTube'da endi aslında sizni YouTube'da ko'rishadi. YouTube'da juda ham eng trendga chiqqan seriallardan, hajviy seriallardan o'zimizning chapani yigitlar, faqat sizlar buni davom ettirish kerak. Ya albatta. Qanaqa tushunmovchiliklar, tushkunliklar bo'lib qolmasin. Siz haqida ma'lumot yig'ayotganimda siz bilan meni juda ham yaxshi taniydigan insonlardan Doniyorbek bilan suhbat qilyapman. Qanaqa fikrdasiz deganimda, Doniyorbek 5 yil oldingi Doniyor emas degan narsani aytdim. Men 5 yil oldingi Doniyor boshqacha edi, hozirgi Doniyor boshqacha ekan. Hozirgi Doniyor men tanimay qoldim dedi. Oho. Bilmadim kim aytgan. Qarang, Azimjon, oldin mana siz 10 yil davomida Qavizda ijod qilgan bo'lsangiz, u inson ham siz bilan balki sizdan ham ko'proq ijod qilgan. Sizni ham meni ham o'zi juda ham yaxshi biladi. Shuning uchun men undan so'radim ma'lumot. Kimligini ham bildim. Nima deydi? 10 yil oldin qanaqa bo'lsam, hozir ham shunaqaman, lekin odamlarga shunaqa ko'rinadi-da, mana yaqinlaringiz emas, o'sha kimdir aytgan bo'lsa, ijod bilan band bo'lasiz, ish bilan band bo'lasiz, balki telefonlasha olmaysiz, darrov nima bo'ldi?
ha Doniyor shunaqa bo'libdi, yo Doniyor ko'tarilib ketibdi degan gaplar bo'ladi-da. Oldin qanday bo'lsam, hozir ham shundayman. Kim aytgan bo'lsa, mana shu javobimda ekranda ko'rayotgandirsiz. Oldin qanday bo'lsam, hozir ham shundayman. Hech qanaqa o'zgarishlar bo'lmagan siz. Yo'q. Qaysi ma'noda aytganini tushunib yetolmadim, lekin bu nima deydi? Kim bo'lsa, qo'lim ko'ksimda assalomu alaykum hamisha shundayman qoladi. Hech o'zida kibr paydo bo'lganini sezdingizmi? Yo'q. Yo'q, odam qanaqadir sezadi va tushunadiki, shoshma Doniyor yoki bo'lmasa Azim menda kibr paydo bo'ldi. Sal pastga tush. Shunaqa paydo bo'ldim, chunki ko'chalarda tanishni boshlashdi. Million prosmotr. To'g'ri. Yulduzlik. Yulduzlik kasali Yana aytaman. Mana oldin zavodda ishlab yurgan Doniyor qanday bo'lsa, hozir ham shunday. O'zgarmagan. Yo'q. O'zgarmagan. Qo'lim ko'ksimda assalomu alaykum nima xizmatda bor. Faqat shunaqa. Yaxshi. Adashmasam to'ylarga chiqib turasizmi yo to'ylarga xizmatlar bo'lmaydimi? To'yga to'g'risini aytsam, to'yga umuman chiqmayman, lekin bir yaqin tanishimizni to'yda nima deydi, boshlovchilik emas. Bir 10 minut, 15 minut gapirib nima qilganmiz. Hazillar. Demak, menda o'sha informatsiya bor ekan. Donyorbek to'yga chiqishni boshladi dedi. Yo'q, to'yga. Demak, o'sha chunki to'yga chiqmasligimiz sababi bizda nima deydi? Boshlovchi emasman-da, to'g'risi. Rolni men ijro etib beraman, aktyorman-da, to'g'risi. Rolni ijro etaman, lekin hayotda ozgina nima deydi? Og'ir, bosiq, ko'p gapirib ham ketmayman, gaplashib ketmayman. Nima deydi? To'ylarda ham boshlovchilik qiyin, to'g'risi. Uning uchun nima deydi? Ko'plab she'r bilish kerak, boshlovchilik qo'limdan kelmaydi, to'g'risi. 1,5 yil davomida alohida ijod qilib ko'rdinglar. Sashka Furik seriali. Shunaqa. Nima qilyapsan, Robinson? Suv ichsang o'lasanmi? Molla suvsab ketdan edi. Furik, u ventili qanimi? Voy, durrak, ana suvni ol satildagi. Tez. Mana uni ichiga qo'y. Mana, kachaytik, потом suv keladi. Tushundingmi? G'oya kimniki? G'oya Ilyos ikkalamizniki. O'zimniki desam xato bo'ladi, Ilyos ikkalamizniki. Komanda ishlagan. Nimaga u serialni oldinglar o'zi? Nima kerak edi o'zi bizga? Serialda olishimizdan sabab to'xtab qolmasligida. To'xtab qolmaslik sizda ijodingizmi yo o'zi umuman? Hammamizda. 3 ta seriya adashmasam. Yo'q, 6 ta, 3 ta, 9 ta seriya. Siz 3 tasini ko'rdingizda. Men 3 ta seriyasini juda ham yaxshi ko'p chiqdim. Juda ham kuchli, juda ham ruscha qilib aytganda professionalni olingan. Shunaqa. Men shunaqa deb o'yladimki, u qanaqadir televideniyega ketish uchun olingan. Yo'q, televideniyaga emas. Harakat qilib ko'rmadinglarmi televideniyaga ketishga? Chunki juda ham bir mavzusi yaxshi. Juda ham mavzusi yaxshi, lekin takrorlanish bor. Men shunaqa televideniyaga deb o'yladim. Chunki juda ham professional olingan. Takrorlanish deganda qanaqa ma'noda aytyapsiz? O'sha qanaqadir kadrlar, voqealar, o'sha sayfalonni bizga bari hidi kelyapti. O'shanda ishlatamiz. Ustoz shu Qalandar Rajabov degandan keyin ishtirok etganmi Qalandar Rajabov? Yo'q. O'sha 1,5 yillik tanaffus vaqtida siz harakat qilib ko'rgansizlar. Serialning o'zining maqsadi nima? O'zi undan biz Sashka Furikmi? Nima olishimiz kerak? Unda qanaqa Sashka unda ham nima deydi? Ochiq ko'ngil inson. Furik nima deydi? Uni tushirib yuradigan odam. Faqat ikkita do'st, bittasi ochiq ko'ngil, bittasi faqat bu do'stni tushirib yurayotgan do'st. Takrorlanish deganda men shuni aytgandim. Sayfulla serialida ham xuddi shunaqa narsa bor. Ya unda Sayfulloni izlabda Eminni Jo'shqin kadek hammani tushirib yuradi. Tushunarli.
Tushunarli. Bunda faqat shu do'stini. Aha. Nima bo'lsa ham shu do'stini yomon nimaga aytib chiqadi. Nega to'xtab qoldi u? U ham to'xtagani yo'q. Nasib bo'lsa davom etamiz. Men Sayfulloni izlab serialni endi nima deydi? Yo'q uni qilish kerak, yo'q buni qilish kerak-da. Yo'q, davom etadi, aytmaydi emas. Nasib bo'lsa Niyat bor. Niyat bor. Rejalar. Endi aytyapsiz-ku, bir xillik bor deb. Nasib bo'lsa Qalandar akam bilan maslahatlashib, yana shu bir xillikdan qochgan holda yana o'sha proyektni boshqacha yo'nalishda balki davom etarmiz. Qalandar Rajabov fikrini eshitib ko'rdinglarmi serial haqida? Sashka Forik haqida nima dedi? Birinchimi, ikkinchi seriyani nima qilganda yaxshi, lekin mana ranglari, nimalariga zamechana qiluvdi. Nima deydi? Professional nima bo'lganki, endi boshqa montajyor ishlagan shu montaj jarayonlarida xatolar borligini aytib o'tganlar. Hozir qanaqa fikrdalar u kishi? Shuni davom ettiramiz yigitlar, men o'zim yordam beraman degan fikrlari bormi o'shuni? Haligacha mana hozirgacha lekin u narsani maslahatlashmadik. Maslahatlashish nimada bor, planda bor. Sashka Forik juda ham bir ajoyib serial desa bo'ladi, lekin uni davom ettirishimiz kerak edi. Qanaqadir bir qalblarda muhabbat paydo bo'lishi uchun biz ketma-ketligini davom ettirishimiz kerak edi. Endi bu meni fikrim. Vaynlar. 1,5 yil davomida vaynlarda ham o'zlarini sinab ko'rdinglar. Shunaqa. Ketma-ketligi bilan. U qanaqa bo'ldi vaynlar? Vaynlarda nima deydi? Instagram ijtimoiy tarmoqni rivojlantirish maqsadida har xil vayn emas, qisqa metrajli kulgili voqea. Shu vayn deyiladi-da ruschasiga. Vayn deyiladi. Bizda shartnomamiz bor. Xo'p. Xonsaroy kompaniyasi bilan. Xo'p. Hozir ham bor shartnomamiz. Xo'p. Instagram ijtimoiy tarmoqda o'zimiz uchun ham shartnoma uchun ham biz ishlashimiz kerak. Majburiyatmi? Yo'q, majburiyat emas. Nima deydi? O'zimiz dogovor, kontrakt, tanker sifatida siz kontrakt bo'yicha ishlashimiz kerak. Qurilish kompaniyasi adashmasam. Qurilish kompaniyasi. U shartnoma bo'yicha sizlar oylik olasizlarmi yo qanaqadir bir? Shartnoma bo'yicha bizga uy. Toshkent shahridan? Shunaqa. Toshkent shahridan. Bizga siz va Ilyosbekkami yo faqat sizgami? Menda bitta shunaqa bir ajoyib ma'lumot bor. Ilyos ikkalamizga bitta to'g'riroq. Bitta Ilyos, tushunarli. Menda shunaqa bir aniq ma'lumot bor. Bir katta qurilish kompaniyasi. Nomini aytib o'tmayman. Katta qurilish kompaniyasi siz Qalandar Rajabov va Ilyos bilan shartnoma tuzish kerak bo'lgan. Siz shartnomada uchalaringiz bo'lish kerak bo'lgan. Qalandar Rajabov ham bo'lish kerak bo'lgan. Lekin u shartnomada faqat siz bilan Ilyos bor. Qalandar Rajabov yo'q u yerda. Qarang. Aniq ma'lumot deyapsiz, men o'sha ma'lumotni yanada to'ldiraman. Biz o'sha kompaniya, to'g'riroq qilib aytganda, Xonsaroy kompaniyasi bilan YouTube'ga reklama olishga borganmiz. Xo'p. YouTube'da reklamani chiqarganmiz. Keyin o'shandan keyin o'sha menejerim unaqa emas, bunaqa chiqaringlar, unaqa emas, bunaqa chiqaring degan. Qaysi tomondagi menejer? Kompaniya tomonida. Kompaniya tomonidan. Xo'p. Chiqaringlar. Keyin o'shanda biz shu 28 dan oldingi voqeaga qaytamiz. Biz Instagramda ishlagan paytimiz, xo'p, aloqaga to'g'rirog'i nima deydi? Ilyosga aloqaga chiqqan. Ilyosga emas, Davronga, Ilyosga. Kompaniya tomonidan. Kelinglar, bir ko'rishib gaplashaylik. Qalandarsiz. Shunaqa. Xo'p. Kelinglar, ko'rishib gaplashaylik. Borganmiz. Bizga shartnoma taklif qilgan. Faqat ikkalaringizga. Shunaqa. Qurilish kompaniyasi. Xo'p. Ikkalalarimizga emas, Ilyos ikkamiz borganmiz. Instagramda faqat nima deydi? Meni profilimga ishlaganmiz-da. Faqat Instagram uchun. Serial uchun emas. Xo'p.
Instagramda keyin o'sha gaday offikel nimasiga shartnoma qilganmiz. Ha. Demak, hech qanaqa YouTube uchun, serial Yo'q, uchun bo'lmagan. Ha. Balki Endi nima deydi? Sizni o'sha aniq ma'lumot dedingiz-ku, ma'lumotingizga bu javobda. aha. Bu YouTube'ga emas, bu Instagramda. Faqat Instagram o'zi uchun. Instagram lishniy blogmi nimadir deydi. Shaxsiy tushuncha. Faqat Instagram uchun. YouTube uchun emas, Instagram uchun shartnoma qilingan. Ustozingiz bilan maslahatlashganmiz shu dogovorni. Keyin Shartnomani. keyinchalik, masalan uchun Shartnomani qo'l qo'yib bo'lgandan so'ngmi? yo'q, qarang. Maslahatlashganmisiz deganingizga aytmoqchiman. Menga taklif tushyapti. Nima deysiz shunga? O'sha payt qarang, o'shanga qaytamanda, mana kiyimlarni nima qilgandim. O'sha vaqtlar edi. Ozroq biz bir-birimiz bilan suhbat nima kam bo'lganda, keyin misol uchun shuni nima bu bosish kerak, tamom. Vaziyat bo'ldimi, bosish kerak degan. Chunki xohlaymizmi yo'qmi? Sal qo'pol eshitiladi, men nazarimda xafa bo'lmaysiz. Gaday rolini baribir Qalandar Rajabov yaratgan va siz menimcha o'sha rol bilan o'sha kompaniyaga bora oldingiz. Qanaqadir ustozni qanaqadir bir rozi qilish degan tushunchalari bu o'rtada menimcha bo'lishi. Yo'q, rozi qilish bor. Tushunish bor. Agar bundan keyingi suhbatda agar kelishib olgan bo'lsangiz, men juda ham xursand bo'lardim. Albatta. Juda ham Toshkent shahrida ijod qilib ko'rdinglar. Toshkent shahrida 2 oy mobaynida ijod qilib ko'rdik. Nima qildinglar bu yerda bizni? Serial olmoqchi edik. Xo'p. To'g'riroq aytganda platforma uchun. Shartnoma qilmoqchi edik. Xo'p. Lekin shartnoma atmen bo'ldi. Nima deydi? Bekor bo'ldi. Nega? Platforma tax emasligi sababli. Ha. Bekor bo'ldi. Keyin yana обратно Navoiyga. O'zingizning shahringizga. Aha. Ijodam qanday? 2 oy shu yoqda bo'lgan bo'lsak ham har 2 kunni birida she'rda edik. Faqat javobni kutardinglar. Da. Tushunarli. Shunaqa. Tushunarli. 1,5 yil davomida o'zlari serial oldinglar, vaynlarda ijod qildinglar. Lekin nima uchundir qanaqadir bir qalblardan baribir muhabbat egallanmadinglar-da. Yangicha muhabbat. O'sha biz baribir siz qayerda paydo bo'lishingizdan qat'iy nazar, xohlaysizmi yo'qmi, biz sizni Gaday rolida, Ilyosbekni esa Sayfullo rolida ko'raverardik. Qanaqadir savolim shunday iboratki, yangilik yarata olmadinglar. Harakat qildik, odamlarni nima deydi, ko'zida Gaday bilan Sayfullo bo'lib qoldik. Bundan keyin ham shunday bo'lib qolsak kerak menimcha. Shuni hech bir o'ylab ko'rasizmi o'zim? Chiqib keta olmayapman, bir xillik, faqat o'sha Gaday roli, faqat o'sha men o'sha serializda ham Furik rolida ham baribir men o'sha Doniyor o'sha Gaday rolini his etganman. Yo'q, Furik boshqacharoq, sal e'tiborliroq bo'lishi mumkin. Furik boshqacharoq. Lekin baribir men o'sha ko'z bilan ko'rganman. Vaynlaringizda ham baribir o'sha hazillarni, o'sha tempdagi so'zlarni baribir bilganman. Qanaqadir yangilik vaynlarda har xillik bor. Endi nima deydi? Mavzular har xil bo'lishi mumkin, lekin o'sha obrazdan nima deydi? Hozir aytdingiz-ku, obrazdan chiqa olmayapsan, yo obrazdan chiqsa bo'ladi, boshqa rol ham ijro etsa bo'ladi. Endi o'zingizda obrazingizga kelib chiqqan holda vayn yozasiz. O'zingizda obrazdan kelib chiqqan holda nima o'sha kulgili voqea yozasiz demoqchiman. Tushunarli. Vaynlar mavzusi baribir yana juda ham bir qirrali mavzu deb men hisoblayman, chunki xohlaymizmi yo'qmi, gapirishi mumkin bo'lgan odam vayn olyapti va og'izga kelgan gapni aytyapti. Xohlaysizmi yo'qmi, siz ham o'shalar safidasiz. Qanaqadir bir shuni aybdorligini bo'yningizga olasizmi? O'zi qanaqadir men so'kinib boshladim. Qarang, o'shalar safidasiz deyapsiz-ku. Endi har xil vaynlar bor-da, misol uchun. Bizda vaynlarimizda o'sha Instagramda ko'rsangiz, odamga yomon ta'sir qiladigan
vayn yo'q deb o'ylayman. Xohlagan vaynni ko'rsating, men tushuntirib, ma'nosi nima tushuntirib berib bilaman. Har xil bitta telefonni olib, men vaynerman deydiganlar ko'payib ketdi, siz aytganingizdek. Lekin to'g'risini aytsam, nima deydi? Biz aktyormiz. Endi harakat qilib turish kerak-ku, video chiqarish kerak. Xullas nima demoqchiman? Hamma ham bitta telefonni olib, nimadir syomka qilib, vayner bo'lib ketavermaydi. So'kinishlarga munosabatingiz qanaqa o'zi? Именно qayerda? Instagram, YouTube. O'zingiz so'kinganlaringizga. Endi qarang, so'kinish deganda, misol uchun joyida nima deydi, ishlatilyapti-da u narsa, misol uchun. O'sha narsani qilma degan maqsadda yer to'g'rasiz-ku. Shunga bo'ladi-da so'kinish. Onajoningiz, otajoningiz serialni ko'rishadimi? Layinlaringizni, ijodingizni. Ko'radi. Nima deydi? So'kinishgan. Ko'p so'kinmayman-ku o'zi. Endi xohlaysizmi yo'qmi, o'shanaqa voqealar bo'ladigan joyda siz ham, sizning yuzingiz ham bor. Albatta. Nima deydi? Endi misol uchun dadam to'g'risini aytsam tushunadigan odamda. Erkak kishi bor. Ha, tushunadigan odam. Endi yoshlikda o'zlari ham balki so'kish eshitgandirlar. Endi og'alardan, amakilardan hayotiy bo'lganligi uchun endi ko'p tanqid qilmaydi uydagilarim. Nima deydi? Unay qilma, nima uchun unay qilyapsan? Nimaga bunday bo'ldi deb ko'p tergamaydilar ham. Shuning uchun rahmat. Shu uchun ham. Hech pand yegan joyingiz bo'lganmi? Ishlatgan so'zlaringiz uchun? Yo'q. Biror marta? Yo'q. Juda ham qiziq. Yaxshi. Sizda ustoz shogird an'analari qanaqa o'zi? An'analari. Ustozlar, shogirdlar. Ustozlaringiz kim? Ustozlar Qivizi dedingiz, 10 yil davomida qivizi dedingiz. Qarang, birinchi qiviziga nima deydi? Mana aytdim-ku, Oltin ligada o'ynaganman. O'shanda Ma'ruf Nosirov Millionda hozir birinchi ustoz Ma'ruf Nosirov. Olib kelganlar Farhodga. Keyin Oltin ligada ishxonadan chiqqanmizda, keyinchalik sayqallashtirgan deydi-ku, shu Qalandar Rajabov. Yana ustozlar bormi? Ishxonada bor. Farhod madaniyat saroyida balki. Farhod madaniyat saroyida ustozlarga Oybek Rahmatov, Ikrom Shodiyev, ustozlar Shavkat Shuhratovich, ustozlar hammalari qanaqadir o'zlarini hislarini qo'shgan bir shakllanishingiz. Alohida hammalariga Farhod madaniyat saroyiga nima deydi? Kattakon rahmat aytmoqchiman. Ichimdagi bor nima deydi? Gapda nima qilolmayman. Xullas, hamma yaxshi nimalar uchun katta rahmat demoqchiman. Ustozlarga. Tuyg'ularni ayta olmayman demoqchiman. Tushunarli. Ustozlarga katta rahmat demoqchiman. Ma'ruf Nosirov 21-yilda bir suhbatlarini eshitib qoldim. Shogirddan ranjiganday. Nima uchun ranjiganlar deb men o'ziga ham savol berganman. O'sha suhbatdan keyin suhbatni ko'ribmi? Xo'p. Intervyu berganlarda ko'rib chiqdim. Nima uchun shunday? Endi qo'pol qilib aytganda hamma ustoz ham shogirdini qizg'onadi-da. Xo'p. Balki shu uchundir deb o'ylab qoldim. Suhbatdan kelib chiqib aytyapman. Balki qanaqadir noo'rin gaplar yoqmayotgandir, harakatlar yoqmayotgandir. Nima uchun nimani xato qilibman? Nima uchun so'raganman. To'g'rilay o'shani xatomni. So'raganman. Bitta intervyuda ustozim birinchi Qalandar Rajabov deganman. Shunga birinchi ustozing men-ku deb o'shanda shu xafa bo'lganlar. Hozir aytayapman-ku, mana o'sha payt birinchi intervyu bo'lganda, misol uchun odamda baribir hayajon, nima deyotgan savol. Endi to'g'risini aytsam, ular ham sal yoshroq bolalar. Ustozga unaqa
tez savol bu. O'shanda birinchi Qalandar Rajabov deganman, bunday hozirgidek tushuntirib berib ayta olmaganman. Qarang, birinchi mana Farhod madaniyat saroyiga olib kelgan Ma'ruf Nosirov, keyinchalik Oltin Ligada mana ko'p narsani o'rgatgan Qalandar Rajabov deb aytmaganim uchun xafa bo'lganlar. Hozir gaplashib turasizlarmi Ma'ruf Nosirov bilan? Yaxshimi aloqalarimiz? Albatta. Ustoz duosini olganmisiz? Albatta. Ma'ruf Nosirov duolarini olganmisiz? Albatta. Hozirgi qilayotgan ijodingizga u kishining fikrlari qanaqa? Boshida birinchi где-то bir 6-mi seriallar chiqqanda gaplashganman-da. Qanday serialni ko'ryapsizmi? Boshida picha nima deydi? Yaxshiroq nima qilish kerak, o'ynash kerak, unday yaqinda nima qilganimda, gaplashganimda zo'r chotki. Xafagarchiliklar Yo'q, unaqa narsa yo'q. Chunki Ma'ruf Nosirov ham sizdan ranjiganlar, Qalandar Rajabov ham bu o'rtada bir gaplashmay qo'ydinglar 1,5 yil davomida. Sabablari balki o'zimizdadir, Doniyor, balki o'zingizdadir, qanaqadir yoshlik qilgan joyingiz bordir. Chunki ikkita ustoz ham xafa bo'lyapti. Yo'q, birinchi navbatda qarang, ustozni xafa qilish menga yomon narsa bu. Men o'zim ham yurak-yurakdan sezaman bu narsani. To'g'ri, balki yoshlik qilib xafa qilgan bo'lishim mumkin, lekin sirazi joyda yoki keyinroq uzr so'rayman hammasidan, gaplashaman, nima uchun qilgan xatolarimni tushunib yetaman, nima uchun bunday, nima deydi? Hozirgi kunda Ma'ruf Nosirov ham, Qalandar Rajabov ustozim ham bilmadim, endi hozir xafa emasdir deb o'ylayman. Hozir nima deydi, munosabatlarimiz yaxshi, ko'z tegmasin. Atrofdan kimdirlar qo'shilmasa, hammasi yaxshi. Yaxshi. Agar ustozlarni rozi qilayotgan bo'lsangiz, men o'zim juda ham xursandman bu narsadan, chunki men o'zim ham ustozlar duosini olib kam bo'lmagan, umuman ustozlar, ota-onalar duosini olib kam bo'lmagan yoshlardan biriman. Ustozni rozi qilish kerak albatta. To'n kiydirdingizmi? To'yimda shunaqa nima qilmoqchi edim, imkoniyat. Endi o'sha payt odamda deydi-ku, har xil vaziyat bo'ladi-ku. Nasib etsa ikkalasiga ham to'n kiydiraman, xudo xohlasa. Albatta, juda ham yaxshi niyat. Endi sharoit nima bo'lib qolganda o'sha to'y payti endi baribir shunday qilish kerak-ku. Toshkentda ijarada turganmisizlar? Yo o'zlaringiz uylaringizmi? O'sha 2 oy 3 oy ijod qilgandami? Ijarada. Navoiy shahrida ham adashmasam, ma'lum bir vaqtgacha uyingiz bo'lmagan. Yo'q, to'g'ri, 28 yoshimgacha ijarada turganman. Ijara emas, nima deydi? O'sha ishxonani uyida. Davlat tomonidan yotoqxona deydi-ku. Yotoqxonada. Endi 28 yoshimgacha deganim, qarang, ota-onam ham davlat ishida ishlardilar. Hozir dadam pensiyadalar, onam ishlaydilar. O'sha kombinatda deydi, yotoqxonasida 2 yoshimdami kelganmiz, 2 yoshimdami, 3 yoshimdami kelganmiz. 19 yoshimdami? Uydagilar hovliga ko'chib ketishgan. Keyincha hovliga ko'chib ketishgan bo'lsa ham, mana onam bilan biz davlat ishida, ukam ham davlat ishida, shu yotoqxonada turib ishxonaga qatnaganmiz. Yaqinda Xudoga ming qatla shukr, o'zimni uyimga erishdim. Bunga hozir qaytamiz. Uysizlik qanaqa ta'sir qilgan Doniyorga o'zi? Qiyin. Hech kimga ravo ko'rmayman. Qiyin. Chunki qanchalik azob ekanligini o'zim ham juda ham yaxshi bilaman, lekin qanaqa his-tuyg'u o'tishini, chunki siz yoshsiz, ko'chaga chiqasiz, tengdoshlaringizga qaraganda sizni kiradigan eshikni qulflab, boshingizga ko'rpani olib yotadigan tomingiz o'zingizniki emas. Qiyin. Nima deydi? Ko'p gapira olmayman, lekin qiyin. Bir so'z bilan aytmoqchiman, qiyin.
Sindirib qo'ymaydimi? Yosh Doniyorni sindirib qo'ymaganmi? Shu sindirib qo'ymagani uchun harakat qilib yaxshi natijalarga erishib, mana yaxshi bo'lib ketdi deb o'ylayman. Yana ham davom etish kerak hali lekin. Chunki qanchalar azob ekanligini faqat o'z tomiga ega bo'lmagan odamlar buni juda ham yaxshi his qilishadi. Shunaqa. Hech bir alamzadalik bo'lganmi? Qanaqa bir hali ham siz unuta olmaydigan voqea uysizlik bilan sizda har doim qolib ketgan. Ha, alamzadalik bo'lmagan-ku, nima deydi? Alamli bo'lib mana lekin mana orzu qilganman-da, to'g'risi, nasib bo'lsa deganman, o'zimda uyim bo'ladi. Ota-onamda uyi bo'ladi deb orzu qilganman. Balki Xudo eshitgandir, mana asta-asta shu orzular sari nima deydi? Birma-bir ushalib kelyapti. Hozir vaziyat qanaqa? Vaziyat juda zo'r. Xo'p. O'zingiz bor. Xudoga shukr, uyim bor. Toshkent shahridan, o'zingiz shahringizdan? Navoiydan ham, Toshkentdan ham. Aha, xo'p. Hovli yoki kvartira? Qarang. Qachon oldingiz? Birinchi uyingizni qachon oldingiz? Birinchi uyimizni 2013-mida dala hovli olganmiz. Hovli. Hozir uydagilar turadi. Xo'p. Buni 2022-yil olganman. Ikkinchi uyingizni. Ha. Xo'p. Qarang qanaqa bo'lgan. Uylanganman 2019-yil. Shu yotoqxonada turamiz, er-xotin. Yangi kelinchak. Er-xotin temma-tendi, rahmat senga onasi. Temma-tendi yig'ib, misqillab deydi-ku, yig'ib. Xudoga ming qatla shukr, hozir mana balki intervyudan tashqaridir bir o'tamiz. Xudo xolasa bir piyola choy deydi. Eshigimiz har doim ochiq. Xudoga shukr, yaxshi nimaga erishdik. Nima deydi? Shunaqa tarbiya bergan alohida ota-onamga rahmat aytmoqchiman. Sababi qarang, o'zi yemay, mana yotoqxonada turganmiz, o'zi yemay yedirdi, o'zi yemay ichirdi. Farzandim bo'lsin deb o'zi nima qilib o'qitdi, to'g'rirog'i. Ming rahmat aytmoqchiman shu ota-onamga. Duo qilib turdilar, mana duolar natijasidir. Tasvirlab bera olmayman. Hozirgi kunda Xudoga ming qatla shukr, zo'r. Zo'r. O'zingizni uyingizga birinchi bosgan qadamingizni eslab bilasizmi? O'sha his qanaqa o'zi? Qarang, nima deydi? Birinchi qadam u payti endi kalitni olganman, u uy nima deydi? G'ish holda topshiriladi-da, uy. Korobka deydi-ku ruschasida. O'shanda olib, Xudo yetkazganingga shukr deganman. Keyin mana remont qilib, asta-asta endi mana Xudo xolasa fevral mana boshlandi. Fevralda ko'chib o'taman, Xudo xolasa. Tabriklayman. Bir yigit qanaqadir qiyinchiliklardan o'tib yaxshi natijalarga erishsa, men o'zim juda ham xursand bo'laman. Uylangansiz? Albatta. Nechinchi yil uylandingiz? 2019-yil noyabr oyida uylandik. Sevgan yoringizga yoki bo'lmasa ota-onalar ozgina yordam berishdi? Ota-onam yordam berib, sevib qolib uylanganman deydi-ku. Yaxshi. Farzandlardan nechta? Hozircha bitta. Qiz yoki o'g'il? O'g'il. Ismlari nima? Ismi Sohibqiron. Sohibqiron. Ismlarini ma'nosi nima ekan? Sohibqiron Amir Temur. Yaxshi ism. Kim tomonidan qo'yilgan? O'zingiz, ayolingiz, ota-ona? Ikkalamiz maslahatlashgan holda, ota-onamga aytgan holda shunaqa ism qo'ymoqchimiz. Nima deysiz deganda norozi bo'lmasdan, lekin bir narsani aytishgan, sal og'ir ism emasmi deganlar. Xo'p. Endi men to'g'risi aytsam, ismda og'ir yengil bo'lmasa kerak deb o'ylaganman-da. Xo'p. Shunaqa deganlar, ism sal og'ir emasmi deganlar.
Sezmadinglarmi og'irligini? Yo'q, xudoga shukr. Men o'zim Juda sho'x. O'tgan safar Ha, ko'rdim. ko'rishganimizda olib bordim. Men o'zim juda ham ko'p shu narsani eshitganman. Ism juda ham og'ir bo'lishi mumkin farzandga. Yaxshi. Onajon, dadajon, umuman o'zi uylanganingizdan keyin sizni san'atingiz qanaqa o'zgardi va san'at? Oilani san'atdagi o'rni qanaqa o'zi? Ekan. Uylanganimdan keyin nima deydi? Adashmasam uylangandan keyin uy oldingiz. Endi uylangandan keyin baraka bo'ladi deydik. Tezroq uylanish kerak. Uylanish kerak shu uchun Azimjon. Xo'p. Nima deydi? Uylangandan keyin ko'p narsa o'zgardi, to'g'risi. Uylanmasdan oldin ham yaxshi, hozir uylangandan keyin ham yana ham yaxshi bo'ldi, baraka bo'ladi degan. Yaxshi. O'zida sezdingizmi shu barakani? Albatta. Yaxshi. Endi uylangandan keyin ham demoqchi emasman, baribir birinchi o'rinda ota-onaning duosi bo'ladi. Shu yaxshi. Bitta juda ham bir ajoyib narsani men bilaman. Agar biz san'at olamidagi insonlar agar sevib uylansak, bizning san'atimiz 2-3 barobar yanada yuqorilariga chiqadi. Cho'qqilarga chiqadi. Shu ma'noda savol berdingiz hozir. Ha. Yaxshi. Yaxshimi? Yaxshi. Agar yaxshi bo'lsa, qarang, nima deydi? Bir 10 yil, 20 yil sevishib, turmush qurib, bir 2 yil yashab, urushib ketganlar ham bor-da, misol uchun. Men qarang, 1,5 yil ko'rishib, gaplashib, uylangan bo'lsam, hozir naborot mana 10 yil deydi-ku, bizda teskarisi. Shunaqa. Yaxshi. San'atga haligi savolingizga javob bermoqchiman. San'atdagi o'rni, o'rni qanaqa? Xudoga ming qatla shukr, onam ham, dadam ham, ayolim ham nima deydi, san'atga qarshi emas, shunisi birinchi o'rinda. Qo'llab-quvvatlashadi. Bu oilani qo'llab-quvvatlashi umuman san'atkorga bu juda ham muhim narsa. Qanaqadir injiqliklar bo'lmasa, men shu uchun ham shu savolni berib o'tdim. Doniyor baxtni nimada ko'radi? Baxt oddiylikda. Baxt oddiylikdami? 18 yoshli ishlari o'xshamay yurgan Doniyorga nima degan bo'lardingiz? Oldin ham aytganman, hozir ham aytaman, harakat qilish kerak, mehnat qilish kerak. Shundan natijasi bo'ladi. Astoydil faqat. Hech o'ylab ko'rdingizmi, Doniyor dunyoga o'zi nimaga yaralgan ekan? O'ylab ko'rganman. Javob berish. Har bir odam tug'ildiki, misol uchun nimadir ish qilib yoki nimadir kimnidir duosini olib yoki yaxshi xotiralar bilan esda qolish kerak odam. Siz baxtlimisiz? Baxtliman albatta. Baxt sizda nimada ifodalanadi ko'proq? Baxtliman nimaga? Men duo qilib turgan ota-onam yonimda. Baxtliman hozirgi kunda ishlarim joyida. Baxtliman sog'ligim joyida. Baxtliman ishlarim yaxshi. Xudoga shukr qilib yashayman, tamom. Men yanada baxtli bo'lishim uchun nima qilay? Men yanada baxtli bo'lishim uchun baxtli bo'lish kerak, tamom. Hammamiz baxtli bo'laylik. Albatta. Qarang, ajoyib intervyu uchun alohida rahmat. Qarang, so'z yakunida nima demoqchiman? Agar bilib bilmay kimnidir ko'nglini og'ritgan bo'lsam, bilib bilmay nojo'ya gapirgan bo'lsam, alohida uzr so'rayman. Oynai jahon orqali ham, o'zlaringizga ham nima demoqchiligim tushundingiz?
Chunki hayotda nima deydi, hech kimni ko'nglini og'ritadigan bo'lamasmanda. Buni kimdir biladi, kimdir bilmaydi. U rol boshqa, dunyo qarash boshqa. Hayotdagi nima deydi? Hayotdagi rolimiz boshqa. U kinodagi rol boshqa, hayot boshqa. Nima demoqchiman? Do'stlar, o'g'aylar, hammamiz bir-birimizni qadrimizga yetaylik, bir-birimizni xafa qilmaylik. Yaxshi yomon gaplar bo'ladi. Hammaga tilagim har doim sog' bo'lingizlar. Nima deydi? Baxt hech qachon sizdan arimasin, yuzingizdan tabassum arimasin. Taklif uchun alohida rahmat, ajoyib suhbat bo'ldi. Nima deydi? Yurakdagi gaplar bo'ldi. Shunaqa intervyularni ko'proq o'tkazib turing. Sizga ham ijodiy parvozlar muvaffaqiyat tilayman, Azamjon. Rahmat. Uzr so'ra olgan inson borki, bu juda ham kuchli inson hisoblanadi. Biz uzr so'raymiz. Uzrimizni qabul qilishadimi yoki yo'qmi? U sizning vazifangiz. Biz uzrimizni so'ra oldik xolos. Qarang, endi bitta obrazda bir xayrlashib qo'yaman. Xo'p. Har doim sog' mushit, omon mushit anday joylar sog' bo'lingizlar.